Diqqat aholiga tezkor xabar. 2027-yildan boshlab O'zbekistonda uy-joyni rassrochkaga olish taqiqlanadimi? Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar ortidan Adliya vazirligi muhim izoh bilan chiqdi. Bugun shu haqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi xabar ayniqsa uy sotib olishni rejalashtirayotganlar uchun juda ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qiling, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Bunaqa mahsulotlarning ko'pini ko'rganman deysizmi? Vulkan ishonchingizni to'liq oqlaydi. Erkaklar nima uchun aynan vulkanni tanlamoqda? Prostata bezi shamollashi va adenomasi alomatlarini bartaraf etishga yordam beradi. Peshob chiqarishdagi achishish hamda tez qatnash muammolaridan xalos etadi. Erkaklik quvvati va energiyasini oshirishga ko'maklashadi. Sifatli va hamyonbop vulkan mahsulotini hoziroq maxsus chegirma narxida xarid qiling. Vulkan salomatligingiz qo'riqchisi. Diqqat qiling. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda 2027-yil 1-yanvardan boshlab uy-joylarni bo'lib to'lash, ya'ni rassrochka asosida xarid qilish butunlay bekor qilinishi haqida xabarlar tarqaldi. Ammo bu ma'lumot to'liqligicha haqqoniy emas, deyiladi rasmiy xabarda. Adliya vazirligi tushuntirishiga ko'ra, prezidentning 14-avgustdagi qarori bilan 2027-yildan muddatli to'lov xizmatlarini ko'rsatuvchi operatorlar faoliyati tartibga solinadi. Bunday operatorlar maxsus reyestrga kiritiladi va Markaziy bank nazorati ostida ishlaydi. Yangi tartibda esa ko'chmas mulk operator tomonidan ko'rsatiladigan muddatli to'lov xizmatining obyekti bo'la olmaydi. Ya'ni vositachi kompaniya yoki maxsus muddatli to'lov operatori orqali uy-joyni rassrochkaga sotib olish imkoniyati cheklanadi. Lekin bu yerda juda ham muhim farq bor. Quruvchining o'zi uyini xaridorga bo'lib to'lash sharti bilan sotishi taqiqlanmaydi. Ya'ni siz yangi qurilgan uy-joyni bevosita quruvchidan sotib olayotgan bo'lsangiz va quruvchi to'lovni ma'lum muddatga bo'lib to'lash imkoniyatini bersa, bundan foydalanish mumkin bo'ladi. Demak, 2027-yildan boshlab barcha rassrochkalar yo'qoladi degan xulosa chiqarish noto'g'ri. Asosiy cheklov operator orqali ko'chmas mulkni muddatli to'lovga olishga taalluqli. Shuningdek, yangi tartib muddatli to'lov operatorlarining shartnomalari, ustamalari va komissiyalariga ham aniq talablar qo'yadi. Xulosa qilib aytganda, uy-joyni rassrochkaga olish butunlay taqiqlanmaydi. Quruvchi va xaridor o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri bo'lib to'lash imkoniyati saqlanib qoladi. Agar bu xabar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun bizni kuzatishda davom eting.